Muammolar tanishmi? Ko'pchilik ustoz va o'quvchilar quyidagi muammolarga duch kelishadi. Mavzular cho'zilib ketadi, organik kimyoga yozgacha yetib boriladi. Sentyabr-oktyabrda o'tilgan mavzular aprel-mayga kelib esdan chiqib ketadi va ko'pchilik o'quvchilar mustaqil masala ishlay olmay, kimyoni qiyin deb o'ylab qolishadi. Endi bu muammolarga amaliy yechim bor. Shams testlar to'plami ushbu muammoga yechim beradi. Har bir mavzu kichik bo'limlarga ajratilgan. Osondan murakkabga qarab masalalar tartiblangan. 58 ta anorganik va umumiy kimyo, 18 ta organik kimyodan iborat bo'lib, siz ushbu kitob yordamida tezkor o'rgatish uslubi asosida to'plangan kitobimiz yordamida 7-8 oy davomida tugatishingiz mumkin. Ushbu kitobda javoblar ham 99% aniqlikda orqasida berilgan. Tajribada sinalgan kitob. Shaxsan o'zim 6 oy muddatda anorganika va umumiy kimyo bo'limlarini ushbu kitob yordamida tugatdim va 2 oylik dars rejamizga asoslangan holatda organikani ham tugatamiz. Ya'ni umumiy holatda 8 oyda siz kimyoni to'liq tugatishingiz mumkin. Osondan murakkabga qarab tartiblangan kitobimiz yordamida tezkor o'rgatish uslubi asosida kimyoni oson o'rganing.